Xorazm afsonalari jinlar bazmi. Bir kishi tunda kimsasiz, jimjit yo'lda mashinasini haydab ketayotgan edi. Atrofda na chiroq bor, na odam. To'satdan mashina g'alati ovoz chiqarib, butunlay o'chib qoldi. Haydovchi tushib, kapotni ochdi, lekin qorong'ida hech narsa tushuna olmadi. Shu payt qayerdandir ikki noma'lum kishi paydo bo'ldi. Ular juda muloyim gapirib, mashinani ertaga usta chaqirib tuzatib berishlarini, hozircha esa haydovchini o'z uylariga mehmonga olib ketishlarini taklif qilishdi. Sovuq va yolg'izlikdan charchagan haydovchi rozi bo'ldi. Ular biroz yurgach, yorug'lik va shovqin eshitilayotgan joyga yetib kelishdi. U yerda qandaydir bazm bo'layotganda, musiqa, kulgi, raqs haydovchi hayron bo'ldi. Lekin bazmdagilar uni quvonch bilan stolga taklif qilishdi. Oldiga turli taomlar qo'yildi. Ichimliklar uzatildi. U atrofidagilar bilan tanishdi, suhbatlashdi. Oldidagi taomlardan yedi, ichdi, raqsga tushdi. Birozdan keyin yo'lda charchagan haydovchi uxlab qoldi. Tong otishi bilan haydovchi sovuqdan seskanib uyg'onib ketdi. Atrofga qarasa, na bazm bor, na odam. U tashlandiq, xaroba bir joyda yotardi. Oldidagi taomlar esa mol tezagi va qurib qolgan kesak bo'laklaridan iborat edi. Shu on haydovchi dahshatli haqiqatni anglab yetdi. Kecha yoniga kelganlar odam emas, jinlar edi. Haydovchi jinlar bilan birga o'tirgan, yeb ichgan, raqsga tushgan edi. Qo'rquvdan titrab, u joyidan jon holatda yugurib qochdi. Mashinasi yoniga yetib borgach, ajablanarlisi mashina soz holatda turardi. Haydovchi darhol o'tirib, orqasiga ham qaramay, bo'lanati joyni tark etdi.